Salom barchaga, yangi videoga xush kelibsizlar. Biz esa bugungi videomizni Germaniya chegarasidan boshlaymiz. Bugun haftaning shanba kuni va hozirgina Polshadan Germaniya hududiga kirib keldim. Akalar, eslatib o'taman, bugun Germaniyaning ba'zi bir yo'llarida zapret bor, ya'ni minishimiz mumkin emas. Polshada esa 8 dan keyin umuman minishga mumkin emas. Zo'rg'a amanlab 8:30 da kirib oldim Germaniya hududiga. Shtobi melisalar mani ushlamasligi uchun. Xo'p, bugun Germaniyada bir qancha zapretlar bor aytib o'tdim. Shu qizildagi ko'rinib turgan barcha liniyalardan biz yura olmaymiz, chunki ba'dan yuradigan bo'lsak shtraf bo'lishi mumkin. Oldimizda esa xudo xolasa 689 kilometr turibdi. Shu 689 kilometrda shu qizildagi yo'llarga kirmasdan turib biz kesib o'tishimiz kerak. Xo'p, hozir qattaligimizni sizlarga aytaman. Endi sizlarga tushunish ozgina qiyinroq. Xullas, mana shu Berlinning yo'lidan kelyapmiz mana bu yerdan. Ikkinchi yo'ldan. Mana shu yerdan yurib turib, to'g'ri mana shu ikkinchi yo'ldan o'tib ketishimiz kerak mana. Bunaqasiga Hanover degan joydan o'tib turib, yana xullas to'g'ri ketadigan bo'lsak, hozir Google Maps'da ko'rsataman. Ko'rinishini mana ko'rlaymi. Hozir biz Mettamiz. Germaniyaning bu boshida Polshadan kirishimizda Gollandiyaga ketyapmiz biz. Mana shu tomongacha borishimiz kerak. Xudo xolasa 552 kilometr ko'rsatyapti. Gollandiyaga bugun kirib boramiz deb umid qilaman. Agar faqat 89 tezlikda ketadigan bo'lsak, 90 tezlikda ketadigan bo'lsak, iloji bo'lishi mumkin. Xo'p, biz bo'lmasa akalar yo'lga chiqishni boshladik. Xudo xolasa 45 daqiqalik pauzamiz ham 56 daqiqaga cho'zilib ketib qoldi. Mayli, ish nima qilmaydi, bugun shanba, exception bor biz uchun. Atrofni tomosha qilishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Bir yomg'ir yog'yapti, bir tinyapti. Hamma 45 soatlik dam oldi, biz esa hali ham ishlayapmiz. Sizlarga qay darajada ko'rinyapti bilmadim-ku, lekin o uzoqdan ko'rinib turgan bulutlar vashshi chiroyli turibdi, qaranglar. Juda chiroyli turibdi. Yana e'tibor berishimiz mumkin bo'lgan narsa mana shu znak, mana katta mashinalarga avgon qilish mumkin emas 44 kilometrgacha. Keyingi 44 kilometr shu mashina orqasidan yurishimiz kerak. Avgon qiladigan bo'lsak bizga jarima qilishadi. Shu Germaniyaga kirdim deguncha probka boshlanaveradi. Ozgina narsaga ham probka bo'lib qolaveradi Germaniyada. Bilmadim endi nima bo'lyapti. Menimcha chap liniya 10 liniyaga qo'shilyapti. Uzoqdagi bunaqa znakni ko'rsatishiga qaraganda. Keyin yana e'tibor berishimiz mumkin bo'lgan narsa, qaranglar, chaproqqa olib turishibdi. Bizda o'ngga ham joy bor, agar o'ngga olamiz desak, mabodo qanaqadir avariya bo'lgan bo'lsa, orqadan skori yoki politsiya kelishini oldindan o'ylab turib chaproqqa olishyapti. Germaniya madaniyatiga e'tibor beramiz. Agar bizda ham o'ngda bemalol joy bor, bitta fura sig'adigan. Bekorga joy qoldirishmagan chekkada mashinangiz birdaniga buzilib qoladigan bo'lsa yoki shunaqa favqulodda vaziyatlarda skoriga yoki qanaqadir o'sha davlat xodimlariga yo'l berishimiz uchun yetarlicha joy ajratib qo'yilgan. E'tibor bersalaring, bu yerda pasti 1,5 metr joy bor chekkada. Sig'adi bemalol. Mana qaranglar, o'rtani ochib ketishyapti. Maladesa. Keyin bunaqa vaziyatlarni ko'rgandan keyin o'ylab qolaman-da, gap infrastrukturada emas, gap minish madaniyatida, insonlarda fikrlashida deb o'ylayman. To'g'ri, bu gapim bilan bizning infrastrukturalarimiz, yo'l chizishlari, yo'l qurilishlari perfect darajada, ya'ni a'lo darajada deya olmayman. Kamchiliklarimiz juda ham katta, baqa taqqoslaganda. Lekin shopirlarda minish madaniyati ham juda balandda bizga nisbatan. Chunki ba'zida hech qanaqa chiziq chizilmagan, bir tartibga solinmagan chorrahalarga ham ketib borib qolamiz, qishloq kichkina joylarida.
Shu holatlarda ham ba'zida masalan agressiv haydashmaydi. O'sha qoidaga rioya qilgan holda shaharda qanday minsa o'sha hech kim yo'q joyda ham xuddi shunaqa minadi. Yana gap bular uchun umuman kamera bormi yoki politsiya bormi degan unaqa fikr yo'q bularda. Eng muhimi xavfsizlik, qoidaga amal qilish. Bizda bo'lsa kamera yo'qmi, politsiya yo'qmi, demak noqonuniy narsa ham qonuniyga aylanib ketaveradi. U ikkitalik chiziqmidi avgumon qilaveradi. Shundan keyin ekan mudhish voqealar, mudhish avariya hodisalari kelib chiqadi, keyin kimlardir oila a'zolarini yo'qotishi yoki yo'qotishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Yana gap bag'da aqllilik qilish yoki qanaqadir aqlli gaplar gapirish basu, prosta o'zimizning sog'ligimiz uchun, hayotimiz uchun, hayot bir marta beriladigan narsa. Shuni saqlash uchun masalan qoidalarga amal qilish kerak deb o'ylayman. Yana o'rganishimiz mumkin bo'lgan narsa hozir mana chapdagi liniya qisqarib o'ngga o'tadi. Hech qanaqa asabbuzarlik yo'q. Ya'ni ba'zida bo'ladi, to'g'ri. Yo'q demoqchi emasman 100%. Lekin mana qaranglar, pavorotini yoqib, chiroyli kiryapti. Keyin men buni pavorot yoqqandan keyin men joy ajratib beraman, chiroyli kiriladi. Hech qanaqa o'rtaga tiqish yoki siqish yo'q. Hammasini o'ylagan holda mana pavorotni yoqdi, orqamdagilar ham yoqib kirib kelishyapti. Shunaqa qilib tinch ahil totuv yashasa ham bo'ladi. Shart emas u. Bir-biriga agressiv qarab poyga o'ynash. Potential probka bor, 26 minut ko'rsatyapti. Xudo xolasa 26 minutga hozir to'xtaymiz kelayotgan yo'limizda. Mashinalarga e'tibor berishinglar mumkin, hammasi sekin o'sha bilishadi, chunki Google Maps'da ko'rsatyapti. Undan tashqari yo'ldagi znaklarni sizlarga ko'rsatishga ulgurmay qoldim, video olishga ulgurmay qoldim. Znaklarda ba'zilari yonadigan, bunaqa chiroqlari bor, yonib turadi. Yo'ldagi vaziyatga qarab u znaklar o'zgaradi. Masalan, katta mashinalarda quvib o'tish taqiqlanadigan znakka aylanib qolishi mumkin bittada yoki bo'lmasam mana shunaqa probka bo'ladigan bo'lsa 60 tezlikka tushgan deb ogohlantiruvchi yo'l belgilariga aylanib qoladi. Bu juda ham zo'r. Qanaqadir yo'l hodisalarini oldini oladi oldindan. Chunki biz hozir probka bo'layotganini bilmasakda va shu 90 tezligimizda yoki bo'lmasa yengil mashinada bo'ladigan bo'lsa 140-150 tezlikda keladigan bo'lsak, orqasiga kelib dang'illatib solishimiz mumkin. Shuni oldini olish maqsadida o'sha yonib turadigan znaklarni qo'yib qo'yishgan. Bu juda ham zo'r. Mana yana bitta znak ko'rishimiz mumkin. 2 kilometrda remont bo'layapti ekan. Bu endi doimiy o'shda remont bo'lgani uchun bunaqa o'zgarmaydigan yo'l belgisini qo'yib qo'yishgan. Menimcha qanaqadir liniya torayib bir-biriga kiryapti. Shuni hisobiga tirbandlik hosil bo'layapti. Lekin 26 minut ko'rsatyapti, shunisi chatoq. Qanaqadir avariya bo'lgani aniq, chunki signal cholib, hali shatakka oluvchi mashina hozir o'tib ketib qoldi. Chunki videoni tugatishimga u kelishni boshladi, ulgurmay qoldim. Ko'rib turganlaringdek, mana ozgina chekiga olib qo'yganman mashinamni. Qaranglar. Mana bu tomonga o'tib olsak bo'laveradi. Mana o yerda yana bitta mashina chiqib turibdi. Bu degani o'sha hali aytib o'tganimdek, jicha oldinroq mashinalar chekiga qochib yo'l berishi mumkin. Undan tashqari yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Masalan, muzika eshityapmanmi, YouTube video ko'ryapmanmi, nima qilayotganimdan qat'iy nazar mana radioda shu narsasiga qo'yib qoldim. Radioda shunday nima qilayotgan bo'lsangiz, kino ko'rayotgan bo'lsangiz ham, muzika eshitayotgan bo'lsangiz ham shuni o'chiradida e'lon, yo'ldagi bo'layotgan e'lonlarni aytib o'tadi. Masalan, A2 yo'li bekilgan 20 minutgamikin deb gapirdi. Shuni eshitdim. Qaysi davlatda bo'lsangiz, o'sha davlat tilida gapiradi. Masalan, Belgiyaga boradigan bo'lsak, bilmagan qanaqa tilda gaplashadi. Ular o'sha tilda radio gapirishni boshlaydi. Polshada polyak tilida gapiradi. Juda qoyil qoldim. Radioni eshitmayotgan bo'lsam ham, o'chirib qo'ygan bo'lsam ham, o'zidan-o'zi radio yonib, shu yo'ldagi bo'layotgan e'lonlarni aytib o'tadi. Ko'rishimiz mumkin yana bu akalarni. Masalan, mana uning ichida ot bor. 2 ta, 3 ta ot joylashtirib qo'yishibdi. Yana orqasida ham aka-uka bo'lsa kerak. Akalar dam olgani ketishyapti. Mana tepasida velosipedlari bilan chiroyli holat.
qanaqadir safariga ketishyapti shekilli. Mana bu yerda ot bor. Yoz fasli hamma dam olgani ketgan bolachalarga, maktab o'quvchilariga dam, hammasi farzandlarini, bolalarini olib dam olgani ketishyapti. Ba'zi yo'llarimiz videoni boshida aytib o'tganimdek, katta traklarga ban qo'yilgan, driving ban qo'yilgan, ya'ni taqiqlangan. Biz minalmaymiz u yo'llardan. O'sha ana yuradigan uylar bor-ku, shunaqa uychalar, bunaqa dam olgani ketayotgan odamlar, pritsep ulab olgan mashinalar ko'pligini hisobiga yana boshqa sabablari ham bo'lishi mumkin. Men bilgan sabablari shu. Yozgi ta'til sababli katta mashinalar yurish taqiqlangan. Lekin biz yurayotgan yo'l faqatgina mana shu yo'l, yana bir qancha ba'zi bir yo'llar taqiqlanmagan yurish. Shuni hisobiga bugun biz shanba kuni bo'lishiga qaramasdan yuryapmiz. Ertaga completely off. Absolutely ertaga minalmaymiz. Ruxsatnomamiz bo'lsa keyin minalamiz xolos. Minishi mumkin bo'lgan narsalar, masalan, oversized bo'lishi mumkin, katta gabarit yuklar bo'lishi mumkin. Xolodilnikdagi o'sha ref deyiladi, refdagi furalar minishi mumkin va pochta. Undan tashqari yoqilg'ilar tashiydigan furalar yurishi ham mumkin va undan tashqari bo'lmadi deganda bizga o'xshagan tent bo'ladigan bo'lsa, ularning qanaqadir ruxsatnomasi, qanaqadir sertifikati bo'ladigan bo'lsa, o'sha talab qilingan. Ana o'sha holatlarda minishi mumkin bo'ladi yakshanba kuni. Yoki bo'lmasa Avstriyada kechki soat 10 dan ertalabki soat 5 gacha minish mumkin emas. O'sha hozir sanab o'tgan traklarimdan tashqari, lekin o'sha aytib o'tganimdek tegishli sertifikati bo'ladigan bo'lsa, kechki payt ham minishi mumkin. Furalarda oldiga e'tibor bergan bo'lsalar, oldida L turadi. Mana bunda ham ko'rishingiz mumkin ekan. Hozir ko'rsataman, qaranglar. Bu ham L turibdi mana. Chap tomonda S ni bilmayman to'g'risi. Bilganimdan keyin ko'raman keyingi videolarimizda. Lekin shu L Yevropa standartlari bo'yicha ovozi pastroq, o'sha pastroq bo'lishi kerak o'zi traklarda ovozi Euro 6, Euro 5 larda ana o'shunga to'g'ri keladi degan sertifikat. Bu degani kechki payt odamlarni tinchini buzmasdan Avstriya davlatining ichida minishi mumkin kechki payt. Menda yo'q unaqa, shuni hisobiga Avstriyaga borganimizda kechki payt minalmayman. Ertalab soat 5 bo'lishini kutishga majbur bo'laman bunaqa holatlarda. Hozir remont bo'layotgan joyga kirib kelyapmiz. E'tibor beringlar, qanaqa sariq chiziqlar chizilgan. Sariq chiziqlar bu vaqtinchalik hisoblanadi. Keyinchalik yo'llar bitgandan keyin bular olib tashlab oq chiziqqa aylantiriladi. Xo'p, hozir iloji boricha remontdagi yo'llarni ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'rinadigan bo'lsa agar. Mana chap tomondagi liniyamizni 4 taga aylantirgan. O'zi aslida bu 3 ta liniya. O'ng tomonimizga e'tibor beradigan bo'lsak, o'ng tomonimizda mana qurilish ishlari olib borilyapti. O'zi bu asfaltdan ham yursak bo'ladi, tekis turibdi. Lekin Yevropa standartlariga, balkim Germaniya standartlariga to'g'ri kelmagani uchun buzib tashlab boshqatdan qilishyapti. Ko'rib turishimiz mumkin, o'ng tomondagi asfalt bitganga o'xshaydi, lekin ustidan yana bir qator yotqizishmoqchi. Bu ham yetarli emas. Yaqindan hech qachon ko'rmaganman qanaqa asfalt qilishlarini, lekin ishonchim komil, Germaniya texnologiyalari asosida juda kuchli va juda baquvvat, chidamli asfalt qilishadi bular. Va keyingi safar remont qilishlari ham anchagacha cho'ziladi, masalan 10 yil, 15 yil, balkim 20 yil. Va bugun shanba kuniligini hisobiga ko'rib turishlaring mumkin, hech qanaqa texnika ishlamayapti, hamma damda, chunki mana asfalt quradigan mashinalar hammasi ishlagan yo'q. Mana e'tibor beringlar, yerdan qay darajada balandda turibdi bu shag'alni to'kishgani. Ishonchim komil, yarim metrdan balandroqda bor-ku. 50 santimetrdan vahshiy balandda turibdi. Buni ustidan yana plus asfalt yotqizib chiqishadi. Tayda preslangan turpa bor, mana sariq ko'rishlaring mumkin. O'ng tomonida o'sha metipsogmi, shag'almi bilmayman. Lekin yarim metrdan aniq baland. Metdan bu biratan yonimizda ketyapti. Ko'rlayna. Akalar, hozirgina to'xtadim. Manzilimizga 383 km qolyapti va bugun yetib bora olmasligimiz aniq.
Xo'p, 30 daqiqagina dam ola olamiz xolos, 45 daqiqa emas, chunki yo'lda 15 minutga to'xtagan edim. Shuna hisobiga hozir yarim soat dam olamiz xolos. Bu yo yog'li emas, yo bag'li emas, ovqat ham qilolmaymiz, afsuski, obedga. Shuning uchun ozgina tamada qilamiz va yo'limizda davom etamiz. Hozir bu yarim soatlik dam olishimizdan keyin ko'rishingiz mumkin. Hozir 3 soat u 4 daqiqa minishimiz mumkin. Bu bir yo'li 10 soatligida qo'shib aytyapti. Lekin bizda aslida 2 soat u 4 minut minishga haqqimiz bor. 10-soatda minsak, xolasak minamiz, xolasak minmay ham qo'yveramiz, lekin meni holatimda minmaymiz. Bu degani 1 soat yoki 1,5 soat yana qo'shimcha minishimiz kerak. Undan keyin to'xtaymiz. Xudo xolasa 24 soatlik pauzaga. Undan keyin dushanba kuni ertalabda yo'lga chiqishni boshlaymiz. Oldingi videolarimiz eslaringda bo'ladigan bo'lsa, Germaniyaga qachonki keladigan bo'lsam, parking muammo bo'lardi, joy umuman bo'lmasdi. Mana hozir ko'rib turishimiz mumkin. Parkingda millionlab joylar turibdi. Buni sababini tushuntiraman. Sababi shundan iboratki, asosan nemislar Germaniyada qo'yishadi va undan keyin polyaklar. Ya'ni har xil davlatdagilar bo'lishi mumkin, lekin asosan nemislar. Ular shanba-yakshanba dam olishganning hisobiga hammasi bazalarga kirib, bazada dam olishyapti, mashinalari o'shdi. Shuning hisobiga biz tonnalab joy ko'rishimiz mumkin. Va undan tashqari Germaniyada tualetlar shunaqa kichkinagina. Ichiga borib ko'rsatishim mumkin, lekin juda ham kirligi uchun ko'rsatishni xohlamayman. Biz esa toychog'imizni bu yerga qo'ydik. Yarim soatdan keyin yana yo'lga chiqamiz. 2 soatlik minishga aytib o'tganimdek oldinroq. Manzarani ko'rib turishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Biz ham bir kun kelib shunaqa Scania minamiz, chunki bu yangirog'i, bu esa eskirog'i. Bu ham yomon emas. O'zbekistonda ko'rdim, 50 ming, 60 ming dollar ekan orqasi bilan. Lekin bu yerda Yevropada 18 ming, 17 mingga topishimiz mumkin. Mana akalar, ukalar, bugungi shiftimizdan tugashiga ozgina qolyapti. Sanoqli daqiqalar qolyaptigina xolos. Meni planim shunaqa, agar hozir o'xshamasa, yana ko'proq minishimizga to'g'ri keladi. Mana 500 metrda parking kelyapti. 8 soat 31 daqiqa minibmiz bugungi. Menimcha yetarli. Yana 1,5 soat vaqtimiz bor, 10-soat hisoblaydigan bo'lsak, lekin haliroq aytib o'tganimdek chetda qolmoqchiman. 10-soatda mingim kelmayapti. Shuni hisobiga parkingga to'xtaymiz. Sizlarga ham ko'rsatishga qaror qildim. Xo'p. O'ngga ketar ekanmiz biz. O'ngga ketib, parking to'la emas menimcha. Endi hozir chetdan bitta chiroyli joy topishimiz kerak. Chapda turibdi mana zo'r. Lekin bu avtobusniki ekanda, qo'yaveraylikmikin avtobusnikiga. Qo'yaveraylikchi, bir gap bo'lar. Chetga to'xtasak bo'ladimi? Xo'p, 985 minus 320. Bugun 665 kilometr yuribmiz, 8 soat 34 daqiqa mobaynida. Undan ham ko'ra ko'proq yurishimiz mumkin edi, lekin orada probkaga tushib qoldik. Undan tashqari natsionalkadan minishimga to'g'ri keldi. Lekin ko'pincha ko'p holatlarda 89 tezlikda yurishga harakat qildim, ko'rganlaringdek. Undan tashqari 3 marta to'xtadik. Bir marta 45 daqiqalik pauzaga, ikkinchisi 15 minutga to'xtadik, uchinchisi yarim soatga to'xtashimiz kerak edi o'zi aslida, lekin 40 minut bo'lib ketdi ko'rganlaringdek. 6:20 da boshlaganman ertalab, hozir soat millarimiz
kechki soat 5 dan 20 daqiqa o'tdi. O'tgani 11 soat ichida 3 marta to'xtab, bitta probkaga kirib turib va 8,5 soat mendagi mashina. Hisoblayni chiqarib olasizlar, qay darajada ishladik. Endi dushanba kuni ertalab soat 5 larda yuradigan bo'lsak, soat 9 ga yetib boramiz inshaalloh. 243 kilometr masofamiz qolyapti. 5 dan 9 gacha yaxshi harakat qilsak, 243 da bosib o'tamiz. Agar yo'llar berk bo'lmasa, dushanba kuni qanaqadir tirbandliklar bo'lmasa, xudo xolasa yetib boramiz. Assalomu alaykum, xayrli tong hammaga. Bugungi kunimiz ham boshlandi. Boshlanganiga o'zi ancha bo'ldi-yu, prosta kech turdim. Soat millarimiz 11:47. Biz esa aytaymi 18 soat 24 minutdan beri dam olyapmiz. Endi qiladigan ishimiz nima? Sizlarga eshitilyaptimi yo'qmi? Qo'shni furolar ham yoqib qo'yishgan mashinasini. Biz mashinamizni birar soatga yondirib qo'yamiz. Chunki ko'rib turganlaringdek havolari tugagan, chiqib ketgan hammasi. Undan tashqari zaryadda turibdi, kompyuterlar hamma yo'q. Shuni hisobiga akkumulyator o'tirib qolmasligi uchun biz yurg'izib qo'yamiz. Mana hozir 1 soatga yaqin yurg'izib qo'ydim, o'chirdim. Endi hozir qiladigan ishimiz yakshanba kuni halaqa bakim yo'q. Yangi kelganman, bilasizlar. Eskisini bitta joyga qo'ydim. Qarochi, qisqa qilib aytganda suv oladigan tankim yo'q. Hozir borib biz mana shunaqa 3-4 ta baklashkalarga keyingi magazindan topgunimgacha shunaqa qilib eplab turishim kerak. Suv olgani boramiz. Odatda bunaqa gas stationlarda orqasida suv oladigan joy bo'ladi. Lekin afsuski, hozirgi oladigan suvimiz sifati u darajada yaxshi emas. Kommentariyani o'qiganman, yaxshi suv bas ekan deyishgan. Mana joy yo'qligidan furolarimiz orqasiga ham qo'yib qo'yishgan akalar. Eslatma sifatida aytib o'taman. Shunaqa samolyotda bir kun kelib uchish niyat yo'q emas. Xo'p, mana suvimiz aytlarni oq bo'lib ketganiga qaraganda menimcha bu suvda xlori ko'p. Lekin qaynatib ichib turamiz biror kun, yaxshi suv topgunimizgacha. Ertaga mana Gollandiyaga kiramiz, o'shda yaxshiroq suv bor deb umid qilaman. Qo'l bet yuvgani baribir suv kerak bo'ladi. Biz qo'ygandan ko'ra mana shu suvda olganimiz yaxshiroq. Xo'p, suvlarni ham oldik. Bo'ldi, boshqa qiladigan ishimiz yo'q endi. Yana e'tibor bergan bo'lsalaring, yo'limizning narigi chekkasida ham xuddi shunaqa parking bor. Odatda parkinglar yo'lda bu tomoniga, narigi tomoniga qo'yiladi yoki bo'lmasam uzoq bo'lmagan, aytaylik yo'lda nariroqda. 1 kilometrdan kamroq masofada, 500 metr bo'lishi mumkin, 700-800 metrda yo'lga narigi chekkasida bo'ladi, bu chekkasida bo'ladi. To'g'risi bilmayman nimaga bunaqa qo'yishadi. Gas stationi bo'lmagan parkinglarda ham xuddi shunaqa vaziyat. Agar kimdir bilsa, yozib yuborishi mumkin sababi nimaga bunaqa yonma-yon qo'yilishini. Sizlarga qiziq bo'ladi deb o'yladim, bu ma'lumotni ham aytib qo'yish. Laziness, we do it out of not wanting to seem rude. We do it because we think we have important and eliminating the inessential and the unnecessary. Look like your digital desktop and your actual desktop. Are you drowning in papers? Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, xayrli tong hammaga. Biz ishimizni boshladik. Bugun haftaning dushanba kuni, soat millarimiz 5 dan 34 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda va qarshimizda esa 243 kilometr qolmoqda. Yetib borish vaqtimizni taxminan 8:25 ko'rsatyapti.
Reja bo'yicha biz 9 da yetib borishimiz kerak. Lekin iloji boricha tezroq harakat qilishga, tezroq borishga harakat qilamiz. Chunki yo'lda har xil kutilmagan hodisalar, tirbandliklar bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga kech qolishimiz ham ehtimoli bor. Akalar, mana Gollandiya hududiga kirishimizga ham 800 metr qolyapti. Biz esa bu gaz stationga kirib, davlatimizni o'zgartirib olamiz nimadan? Taxografdan. O'zgartirgandan keyin yo'limizda davom etamiz. Take next left. You are over the speed limit. Roundabout. Take first exit, then take next left. Mana akalar, manzilimizga ham yetishimizga 900 metr qolyapti. Va nihoyat yetib keldik. Soat millarimiz esa 856. Xudo xolasa ravna 9 ga yetib kiramiz. O'zi fix edi yukimiz. Fix degani o'sha Next left. aytilgan vaqtda kelish kerak. Minutiga qo'yib. Xudo xolasa bizning rejamiz bo'yicha hammasi yaxshi bo'ldi. Va vaqtida yetib keldik. Yo'lda ko'rishinglar mumkin. Mana buradan bizga yo'l beryapti. Rahmat kattakon. Rahmat, yaxshi bo'lar ekan. Chunki yukini tushirib chiqyapti shekilli-da, pustoyda. Meni yuk bilan kelayotganimni biladi, shuning uchun menga og'ir bo'lmasin deb yo'l berdi, meni fikrimcha. Tush kerakmi ekan yoki onitga qo'yib qo'yaramanmi ekan? O'ylanyapman. Akalar, bizda bitta yangilik bor. Ofisga kirib chiqdim va ofisdan menga bitta yangi adres berishdi. Menimcha, mana shu binolarning orqasida. 5 kilometr uzoqlikda dedi, o'sha yerga borishimiz kerak va o'sha yerda bizni yukimizni tushirib olishadi. Batdan o'zi chiqish mumkinmidi? Qaramabman, faqat kirishmikan yoki? Savol beradimikan desam, savol ham bermadi, shuni ochib yubordi. Xo'p. Biz yetkazib beradigan joyimizga yetib keldik. 128 va 141 rampalarda bizni yukimizni tushirishar ekan. Bizga yetib keldik. Ana endi bolalar ishlaydigan payt keldi. Rampa raqamimizni berdi. 139-rampaga qo'yishimiz kerak. Aytdi. Va biz bo'lsa hozir eshigini ochamiz. Ko'rishinglar mumkin qanaqa yuk yuklaganimizni. Ichkariga kirib ketyapman. Bizning ishimiz
Oson emas o'zi. Aslida mana yelkam ham zo'rg'a soyapti. Yelkam katta mana. Buni bunday qilamiz. Bunday turib bunaqasiga tortamiz. Kameramizni sindirishimga zicha qoldi. Hoppa. Yaxshi ham bitta odam sig'adigan joy qoldirishgan ekan, uni qarang. Bo'lmasa yonini ochishga to'g'ri kelardi-da. Mana shu qisilib yurganimiz yonini ochib bo'shatib yana qaytargandan ko'ra yaxshiroq. Chunki yonini ochsak, disklarni olishimizga ham to'g'ri keladi. Yoshligimizda truck simulator bo'lardi. Manzilga yetib borgandan keyin bitta enterni bossak, keyingi yukni berardi. Qani endi hayotda ham shunday bo'lsa, bitta enterda esiz, o'zlari yuklab, baylab tayyor qilib berishsa. Qalay bo'lardi unaqada? Oson bo'lib qolarmidi ekan? Bag'aga sig'mas ekanman endi. Ana karrachi o'zi bir narsa qiladi endi qolganini. Bo'ldi. Endi biz 139-ga borib park qilsak bo'ldi. Ko'rishimiz mumkin. Sizlarga iloji boricha ko'rsatishga harakat qilaman qanday kirayotganimizni. Okay. Mana bo'ldi. Xullas akalar, yetib keldik. Mana shunaqa tarzda bizning ishimiz davom etadi. Shu bilan keyingi manzilimizga qarab yo'l olamiz. Biz esa sizlarga hozircha xayr deb qolamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha like bosishni va obuna bo'lishni unutmanglar. Hali zo'r kontentlar hali oldinda. Ciao.